Assalomu alaykum hammaga. Bolalar, bilasizlar, ertaga Humo Arenada Prime Fighting Ligasining turniri bo'ladi. Bu kulachka birinchi marta O'zbekistonda ochiq qo'lqopda bo'lmayapti. Shingalkada O'zbekistonda birinchi marta turnir bo'lyapti. Bu turnirda o'zbekistonlik mashhur taniqli jangchilar ham bor. Glavniy bo'yda Bobur Qurbonov, saglavniy bo'yda Bobur Abdulazizov. Bundan tashqari Humoyun To'xtamurodov, Abdumalik Norbo'tayev, xullas o'zbekistonlik yaxshi yorqin jangchilar ham jang qilyapti. Hozir press konferensiya bo'ladi, sportchilar bilan ozgina gaplashamiz, suhbatlashamiz. Bilasizlar, endi bu media liga ozgina har xil videolar chiqishi mumkin, e'tibor qilmaysizlar. Endi muxlislarni jalb qilish stili shunaqa. Bugun sportda bunaqa videolar chiqmaydi. Biz asosan shu sportni yo'nalishga qaraymiz. Xullas, hozir press konferensiya boshlanyapti. Biletlar hozir iTicket kassalarida sotilayotgan ekan. Kimga kerak bo'lsa biletlarni olib kelishingiz mumkin. Ertaga adashmasam 18:00 da mashqda boshlanadi. Bo'ylar zo'r, kulachka bilasizlar, tez tugaydi. Qo'lqop yupqa bo'lgani uchun nokautlar juda ko'p bo'ladi. Janglar dahshat bo'ladi. Shuning uchun kim qiziqadi, kim mana shunaqa adrenalinni yaxshi ko'radi, kelinglar. Endi biz emas, liga taklif qilyapti. Bizda bo'lsa o'sha o'zbekistonlik jangchilarni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Glavniy bo'yda Bobur Qurbonov. Hozir press konferensiyadan keyin ozgina suhbatlashamiz.